Mana shunda sirch churish, ichi yumshoq bo'lgan ta'mi va payzi qat-qat go'shtni tayyorlashni o'rganib olganlar bormi do'stlar? Itli usuli intayin oddiy bo'lib, faqat oilada bir duxobka bo'lsa tayyorlay olasizlar. Avval ehtiyojimiz qarta muvofiq unib olgandan ozroq tuz, ozroq suda bo'lmasa, podafin bo'lsin bo'ldi, ozroq silib etgandan bir tal tuxum qo'yib, ilmaroq suvda bo'shroq qilib xamir yug'urib olamiz. Ya'ni videodagidek mushta silliq holatga ishlab yug'urib olgandan keyin qoshiq o'rab, buni yarim soat atrofida tindirib qo'ysak bo'ldi. Endi bu araliqda qiymamizga tayyorlab qilib olamiz. Qiymaga o'zimizning yaxshi ko'rish bo'yicha qora go'sht yoki moy aralash go'shtlarni to'g'rab olamiz. Yana piyozlarni mushna ushshaq holatda to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin bir qachimizga hammasini elib olamiz. Endi buningga tamtetib qo'llarimizdan muvofiq miqdor tuz, zira, oqmush, qarmush mushlarni o'zimizdan yaxshi ko'rishga qarta muvofiq solgandan keyin ozroq suv quyib tekshi aralashtirib qiyma qilib tayyor qilib olamiz. Do'stlar, ko'rib mishaga chiqibsizlar, meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutmanglar. Buningdan keyin taxim yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlar huzuringlarda. Mana ko'rib turganinglardek tayyor bo'lgan xamirimizni ambelgilib, xamirimizdan azjiqliq qarta 2-3 parchaga bo'lib olsak bo'ldi. Bugun mening xamirim az bo'lg'achqa 2 parchaga bo'lib oldim. Biz bo'lib olgan bir parchasini mush ko'rib turganinglardek may chechib turib, qo'limiz bilan nepiziltib olamiz. Ya'ni suzib turib nepiziltib olsak bo'ldi. Mana videodagidek mushta nepiz holatga kelgandan keyin eritib olgan qo'ymaymizni mushta ustiga biroq surkib olamiz. Surkib olgandan keyin buning ustiga bu yerdan tayyor qilib olgan qiymamizni tekshi yeytib silib bo'ldi. Mana ko'rib turganinglardek go'shtimizni tekshi holatda silib olgandan keyin xamirimizningki bir tarafidan suzib tatib turib yo'g'ib olamiz do'stlar. Mana shunday yo'g'ib tayyor qilib olgandan keyin yana xamirimizning bir uchidan shu jiz yo'g'igandek yo'g'ib olamiz. Mana ko'rib turganinglardek yo'g'ib tayyor qilgan xamirimizning ustidan yana qo'limiz bilan tekshi besib nepiziltib olamiz. Endi buni listning ustiga olgandan keyin tuxumning serig'ini tekshi holatda bir surkib olamiz. Endi o'zimizning yaxshi ko'rishiga asosan oq kunjut yoki qora kunjut bo'lsa bo'laverdi. Ustiga bir sepib etimiz. Agar bo'lmasa, sepmasanglar bo'ladi. Endi oldin qizib tayyor qilib olgan duxobkamizga silib 200 gradusda 30 minutdan 40 minut oralig'ida pishirib olsanglar bo'ldi. Intayin yeyishlik bo'lgan qat-qat go'shtimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Qanchalarni o'rganib oldinglarmi? Unda o'zi meni qo'llash uchun yurak besib, inkasrayni gul yo'lab qo'yishni unutmanglar. Xayr xo'sh.